Assalomu alaykum. Mening ismim Azizbek va men grafik dizayn bo'yicha mutaxassis ustozman. Zamonaviy kasblardan biri bo'lgan grafik dizaynerlik kasbiga qiziqasizmi? Unda sizni o'quv kurslarimizga taklif qilamiz. O'quv davri davomida biz sizlar bilan haqiqiy real proyektlar asosida ishlar olib boramiz. Dasturlardan biz sizlar bilan Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign dasturlarini mukammal darajada o'rganamiz. Yo'nalishlardan SMM dizayn, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar uchun dizaynlar yaratish. Logo va brending dizayni, ya'ni kompaniyalarning logotipi va brendlarini yaratish. Packaging dizayn, ya'ni barcha mahsulotlar uchun bo'ladigan upakovka dizaynlari. Shu barcha yo'nalishlarni sizlar bilan birga kurs davomida mukammal darajada o'rganamiz. Agar siz uchun taklifimiz qiziq bo'lsa, biz bilan hoziroq bog'laning va markazimizga tashrif buyuring. Albatta, birinchi darsimiz siz uchun tekin.